Sigir va echki suti bolaning aqliy faoliyatini pasayishiga olib keladi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga sigir va echki sutini berish mumkin emas. Bolalar tez kasal bo'ladi, immuniteti va gemoglobini tushib ketadi. Oshqozon, ichak, jigar, buyrak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Keling 100 ml ona hamda sigir sutini tarkibi va farqlarini ko'rib chiqamiz. Oqsillar sigir sutida 3,2, ona sutida esa 1,2 gram, 3 marotaba ko'p. Ko'p oqsilni bola organizmi hazm qila olmaydi. Natijada ich buzilishlari kelib chiqadi. Shuning uchun buzoqlar 1,5 oyligida tana massasini 2 marotabaga ko'paytiradi. Bolalar esa 6 oyligida tana massasini 2 marotabaga ko'paytiradi. Yog'lar sigir sutida 5 gram, ona sutida esa 4,5 gram. Biroq ona suti tarkibida bolalarning aqliy faoliyatini yaxshi rivojlantiradigan yog' kislotalari 4 marotabagacha ko'p. Sigir sutida kalsiy va fosfor juda ham ko'p, lekin ular bolalar ichaklaridan yaxshi so'rilmaydi. Yaxshi so'rilmagan kalsiy bolalarda ich qochishlari, disbakterioz va rakit kasalligini keltirib chiqaradi. Vitamin E ona sutida 5 marotabagacha ko'p. Vitamin E immunitet va bosh miyani yaxshi rivojlanishda ishtirok etadi. Tuzlar sigir sutida 3 marotabagacha ko'p. Ortiqcha tuz bolalarning yuraklari va buyraklariga yomon ta'sir ko'rsatadi. Buyrak tosh kasalligini keltirib chiqaradi. Sigir sutida temir moddasi juda kam. Shuning uchun bolalarda anemiya rivojlanadi. Sigir suti ichaklardan yashirin qon ketishini keltirib chiqaradi.